inson o'zini xatti-harakatlari bilan o'rnak bo'ladi har doim. Yoki xatti-harakatlar bilan o'rnak bo'lishga harakat qilish kerak. Biz san'atkormiz. Biz bir joyda o'tirsak, cho'nchigimizdan chiqarsak, ro'molchamizga qaraydi. Soatimizga qarasak, soatimizga qaraydi. Qo'yingki, san'atkor doim sahnada-da, u odamlardan bir pog'ona balandroq turadi. Chunki sahnada ijro qiladi. Nimaga u yoqqa chiqarib qo'yildi uni? Ziyo tarqatish uchun, nur tarqatish uchun, odamlarni tarbiya qilish uchun. San'at sohasini tanlamoqchi bo'lgan odamlar bilishi kerakki, san'atkor odam eng birinchi o'rinda madaniyatli va tarbiyali odam bo'lishi kerak. Tarbiyasiz odam san'atga yaqinlashmaslik kerak. San'at ruhiyat bilan bog'liq narsa, ruhiyat bilan. Qo'pol, qo'rs, ters odamlar bo'lsa, tarbiyasiz odamlar bo'lsa, ular odamlarning ruhini to'mtoq qilib qo'yadigan ijod qiladi. Shunaqa qat'iy nazar ommaga beradi-yu baribir uni. Internetdan beradimi, televideniyadan beradimi?